Tashlab beringlar keyin. Buklanib qolmadimi? Sizlarni rasmga olish kerak, rosa chiroyli turib. Ha, yuzur yonib. Orqa tomoninglardan. Nimadirlar Rosa deyishyapti. chiroyli, orqanglardan olish kerak. Alloh o'zi sizdan rozi bo'lsin. Молодец. Sabrina o'zi nozik ekan, yana ham kichkina bola ekan. Nu-qa aytib bering. Mana uni aytib bering, главное. Avariya bo'lgan moment aytib bering. Shuni hamma so'raydi. Это так страшно. Yaqinroq o'tiring. Rебята. Keling. Aha. Короче, Aytib bering. вот. Aytib beraman, endi Ozodopani odamlari bo'lsa-chi. Yo'q, farqi yo'q. Siz Ozodopani emas, ana shu rejissor aybdor-ku, rejissorni gapiring. Xalq U prosta. rejissor emasman deb, u operatorman deb, rejissor kelmagan ekan. O'rniga operator rejissor ham bo'lgan Ha, ekan. hammasini podrobno aytib bering. Boshi birinchi kundan. Xo'p, birinchi kuni mana soat 10:30da, men uxladim. Men har doim obedgacha uxlayman. 10:30da telefon qilishdi, syomkaga chiqib bering deb. Keyin men yo'q dedim. Chiqib bering dedi. Yo'q dedim. Keyin iltimos dedi, bitta sxemada chiqib bering dedi. Keyin aytdim, mayli, qatcha tashlang dedim. Ko'raman dedim. Uzoq bo'lsa bormayman dedim. Uzoq bo'lmasa boraman, ko'raman dedim. Ha. Keyin qatcha tashib berdi, uzoq ekan. O'sha kuni meni pulim yo'q edi hatto cho'ntagimda. Keyin aytdim, uzoq ekan dedim, men bora olmayman dedim. Yangi O'zbekiston dedi. Ha. Keyin ama o'zim olib ketaman sizni dedi. Oybek degan kasting direktori. Keyin yo'q dedim, men hech kimdan zor emasman-da. Unda olganda olib ketishga. Keyin onamdan pul oldim. Onam Surxondaryoda edi. Keyin 20 ming tashlab bering dedim. Men yo'lga yetmayapti pul dedim. Keyin xo'p dedi. Eshitdinglar, eng qo'rqinchli narsa. Xo'p, keyin tashlab berdilar pul. Endi uydan ketaman deyman, 5 ta kaltimiz bor zapasnoy. Eshikni yopaman, уже Yandex chaqirganman terib. Eshikni yopyapman. Yopilmayapti eshik. Xudoyim Da. qaytarganda eshikka kalit tushmagan, короче. 3 ta kalit tushmagan, короче. Yopilmagan eshik. Keyin yopilmadi eshik, 4-inchisiga tushdi. Keyin bir o'ylayapman, nimaga bunaqa bo'ldi? Ketmasam. Oyog'ingiz ham tortmagan. Tortmagan oyog'im. Chunki men 3-4 marta, 5 marta atvet qildim-da. Keyin kelyapsanmi dedi-da, boryapman dedim. Keyin morgni mashinasini ko'rdim. Ana qabrga ketadigan. Yo'lda astag'firulloh. Kata falan dedim, nima dedi? Qabristonga olib ketadigan mashinani ko'ryapman, taksida o'ylanyapman, nimaga